Assalomu alaykum hammaga. Qarshida sho'rtdan neft va gazga ikkita o'smos qo'yib berdi. Bitta 4 tonna, bitta 2 tonnali. Gazdan chiqayotgan suvni neftli suv bo'lar ekan hovuzda. O'shani suvini ajratib berilyapti. Ximiyani qo'shib. Ishlayotgan jarayonni ko'rsatamiz. Mana shu hovuzdan ichkariga 15 tonnali yonkisga tushyapti. Mana yonkisimiz. Yonkisdan nasosga o'tyapti. Nasosdan ikkita ultrafiltratsiyaga. Bundan chiqib 5 tonnaliga kiryapti. 5 tonnalidan o'tib diskiviga kiryapti. Diskividan kvartsga o'tyapti, toshga. Undan keyin SSga kiryapti, 5 taliga. Keyin 2 tonnali o'sosimiz. 2 tonnali 1 tonna 200 beryapti. Suv kuchli bo'lgani uchun SSdan qiynalib o'tyapti. ppm 8. Suv kamlayapti, shu tepadan o'tishga qiynalyapti. 2 tonnadan yana 15 tonnaga tushyapti. 2 tonnali o'smisdan. Bundan ikkita ko'mirdan o'tyapti. Tepeye 3'e düşürüyor. Bundan çıkıp da slim varyantımız var. Bundan uç gidiyor. Bundan toza su çıkıp gidiyor.